Davay Toshkentga kelasan. Yo, menga qara, asabimni buzma meni. Asabimni buz. Qara, jalla, meni ko'cha qilmay, shu zareklarimni o'lguncha urishamiz, o'shasanmi? Qo'rinjalarsan, sen aqling yetyaptimi o'zi men urishga? Qanday? Yo'q, qanday sen aqling yetyapti men urishga jalab? Qanday aqlim yetmasa ku senda bir 25 kilo. Yo'q, yetishkilashdi. Okay, Javohir o'rtangizdan gap qilyapti. Tak, ukol kerak. Billa, yomon chaynayapti o'sha bola ham gapni. Ket. Ukol kerak ekan, titan uchun. Bir marta gap qilma, shundan keyin mingta gap eshitdim o'zi ham. Kep o'zimga ayt, balon sen shunaqa debsan streamingda. Shpriz bilan shpriz. Streamingda shunaqa debsan, ke, meni o'zimga gapir. Yo, u ham imенно kanalga tashlash kerak edi. Bilin. Men unga keyin tushuntirardim, shunaqa moment bo'ldi, shunaqa narsa bo'ldi deb. Pam. Ay. Hammasi mayli. Javohirni ko'rdingmi? Yo'q. Ko'rdim. Javohir buvimni. Ko'rishdik-ku. Qanaqa sevirib ketibdi? Bir qop po'q bo'libdi. Bilmadim endi unisini. Atonarman, nima u bilan eski tanishman Telegramda. U avvallari yaxshi, ozg'in edi avvallari. Hozir bir qop po'q bo'lib qopti. Javohir buvim druzasi olaykansan dappa. Qara. Menga druza tashladimi? Bo'ldi, hozir o'yinni tugatib olaylik, gaplashib olamiz. Ushladim bola, ushlab. Balo hayb, nixuya unaqa emas. Men hech kimning orqasidan hayb ishlaganim yo'q. Открыть. Оружие ber. Hozir gaplashib olamiz. Hozir o'yin tugab olsin. Branya. Livik o'ynab chiqamizmi bitta? Hozir Javohir gapi bor ekan, bitta gaplashib olaylik-chi. Qachon kiradi Javohir? Kiryapti menimcha. Hozir yozdi уже. Pam. Что-то sokyapti-ku. Nimadir ne to. Ekran. Sokyapti? Nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Og'riq bormi, og'riq? Alo. Alo. Nimaga? Kardinal tinchmi, ishlayapsizmi? Charchamasdan bo'lyaptimi? Nimaga balon? Tinchlik o'zida nimaga? Nima bo'lyapti? Streamlarda umuman boshqacha gaplar, vahshiy. Ko'rishganda boshqacha narsalar, tinchlikmi? Nima bo'ldi, jigarim? Aytib beringchi. Qanday shuni chiqib tursangiz gaplashib olar edik. Bo'ldi. Davay. Siz to'g'ritdingizmi? Nima bo'ldi? Aytib beringchi bir boshidan, cho'taman tushunmayapman hech narsa. Qanaqa bir boshi bormi? Buni nima bo'qqonib, popqoni ham bugun stream yoqanda gap, bu gaplar tinchlikmi? O'tgan safar aytganmi, aytyapsizmi? Ha, bo'pti, ashuna aytyapman. Nimaga hayotda ko'rishganda aytmaysiz? Gap sizga birinchi savolim. Yo'q, qarang-da, ko'rishgan paytim normal hazillashib. Qanday hazillashib, bo'qqonim bo'pti deyapsiz ko'rishganda? Xo'sh, hazillarimni ko'targaningiz o'sha payt, to'g'rimi? Qanaqa ashnani hazillashdingizmi ashitdi? Urib amizga tiqib qo'yardim ashna deganingizni, tushunyapsizmi? Chiroyli gaplashing. Men u yoqqa sizni men so'kib gaplashganim yo'q siz bilan. Yo'q, menga po'xquy, men ashta messenj ham so'kmayapman. Agar ashetta bo'qqorin deb hazillashganingizda ashetta urib amizga tiqib qo'yardim, tushunyapsizmi? Men sizni so'kmayapman. Shuna deb gapirganingizda hayotda deyapman. Kulgimi qissatmang jalla. O'zi 05 baklashga bo'lsangiz-da, 05 baklashga bo'lsangiz, bitta bo'pti 05 baklashga nimaga u hayotda uni gapira olmadi sizga savol. Bo'pti, men 05 baklashga
Nimaga hayotda shunday gapira olmadingiz? Sizga birinchi savolim. Qarang, hayotda ham men sizga hazillashgandim, ko'targansiz, lekin men bu yerda men rofl qilyapman, rofl. Nima deb hazillashdingiz? Sizga savol, nima deb hazillashdingiz? Qana shunday, qanaqa rofl? Nimaga hayotda rofl qilasiz? Faqat PUBG'da stream yoqqanda qilishingiz kerak. Xo'p, ana shunaqa debman, nima bo'pti? Ko'tingizga sikamayman tashnasiz, tushundingizmi? Sikib sunniy qilaman hammani ichida. Qo'lingizdan kelmaydi. Virtualda. Davay Toshkentga kelasan? Toshkentga. Yo'q, menga qara, asabimni buzma meni. Asabim buz. Qara, jalla, meni ko'cha qilmang. Shuni zalaklarni o'lguncha urishamiz, o'shasanmi? Yo'q. Yo'q, menga qara, men urushda umuman qochadigan bola emasman. Dashi ko'p. Yo'q, qari. Hayotda ko'rdim. Qildirib bir amal yegan bolasan, sikib o'ynayman, unda qiladi, tushunsanmi? Menga qara, men asabimni buzma. Asabimni buzma. Asabim buzilsa, o'zingga ham ko'taram, tushundingmi sen? men qo'y. Ay, bunchalar senda asabni nima qiladi? Jala o'rmon jala. Yo'q, menga bu testosteron yiban bilan erkak kishilar soch bo'ladi, jun bo'ladi jalab. Sen Jama menda ham bor uchun junamda parayotgan bo'lsan, ko'ch teshigam chiqolmaydi, menga sizga jinni bilan. Qanaqa testosteron? kulga qistat olsa. Menga qara. Birga bir ko'rishgan payt qanaqa ches jalab, ches haqida sen gapirma. Jalab, sen bir gapir ko'rishganda menga o'xshab gapiraning. Bila, maymunga o'xshab bir joyda o'tirding, jalab. Yo'q, qaranglar-da, nima sizlar bunaqasizlar? Men kimdir bilan urushadigan bo'lsam, darrov kel, bilasanmi? Kel olaysanmi? O'zing Buxoroga kel olaysanmi? Men borganman bir marta. Jinga men Andijondanman, menga yo'q, qaragin, bir marta onasini emsin, bittasini orqasidan borganimga akalar chaqirib kelgan. Sen mashina qilasan-da? Men jinimni Toshkentda akalarim yo'q, menga jala, men Toshkentga Andijonliman. 400 kilometr Toshkentgacha meni akalarim yo'q Toshkentda. Sen Andijonga kelmayapman, jinni meni qovoqchanligini ishlat. Mana kalla ishlatishimni ko'tarib yurishni bermagan. Bo'pti, men boraman. Nima qilamiz keyin? Chiqish uchun berilmagan bu kabi. Xo'sh, men bordim. Nima qilamiz keyin? Urushamiz. Mana qara, bu qorin deding, Xo'sh. qorin bilan birga bir urushasan. Xo'sh. Sandagi bu qorin bilan yana bitta adminlaring qo'shib olgan, ikkiga bir ramaq. Voy, Toshkentga deyapman, Toshkentda akalarim yo'q, Toshkentda hech kim yo'q. Yo'q, akalaringni aytmayapman. Sen adminingni ham qo'shib olgin. Ikkiga bir urushib qo'yaveraman sen bilan. Jinni biladi, G'iyos meni eshitdi, dalba yo'q. O'zing haypajor bo'lsang, o'zing jalab. Meni kontentlarimni olib chiqib ko'tarilgan odamsan. Meni kontentimni olib chiqib ko'tarilgan odamsan. Sikipayamo jinni, men u kontent qilganda sen bilib, sen o'rnida bir Aminev Sachinobilarni aytdi, sartaroshlar. Menga qara, qatdan kelgan bo'lsang, asha tiqib qo'yaman, ishon. Hayotda Ko'rasan, ko'rishaman men sen bilan. Sartaroshga. Qatdan kelgan bo'lsang, shu yoqqa tiqib qo'yaman. Eshityapsanmi? Sartarosh. Men hayotda ko'rishamiz sen bilan. Qo'tag'imni junni olgizaman seni Sartaroshga. Qo'tag'imni junnini bilan jingalarga bo'lasan. Qo'tag'ingni olaman deb o'zing ko'tingga tiqib qo'yaman naxoy. Qanday tushunding? Qo'tag'imni junnini Qanday tushunding? Menga qara, kulishma, men real hayotda umuman boshqacha ke bilan gandon. Toshkentga qachon kelasan shuni? Qachon kelasan? Qachon boray? Любой payt, qachon aqling yetar? Aql yetgan paytga. Aqli meni любойrima yetadi. Menga qara. Prosta meni qiladigan ishim ko'p. Meni qiladigan ishim ko'p Buxoroda. Qanday seni Toshkentda ishing bo'lsa-yu, o'zingga ham qo'tag'im, rangingga qo'tar. Meni ham Toshkentga sikaman. Ishon. Sen bala bo'ldi, qo'tag'imni junini jingalak qilib olguncha senga boraman. Ammo qaychilayni bo'lmagan jala. Yo, seni aqling yetadimi Buxoroga kelishga? Voy dalbayo, men uyga borishim kerakmi? Jinnim 1000 kilometrga Toshkent. Qanday 1000 kilometr jala? 500 1 soatli yo'l samolyotda. 5 biletingni pulini olib beraymi? Biletingni pulini olib beraymi naxoy? Pul haqida gapirma, jinni menga pul haqida gapirma. Sen men Andijondaman, Toshkentga, sen Buxorodan Toshkent o'rta bo'ladi. Aql yetadimi yo'qmi shuni? Yo'q, qaragin, meni prosta vaqtim yo'q yoqqa borishga, hozir danni время vaqtim yo'q. Sen kelgin. G'ururing yo'q. Mandashi G'ururing
Manda shu kvartirangacha olib beraman naxuy. Ke bilasam aqling yetadimi? Ay miyangasiga megamiya jalab lo'li meni eshityapsanmi? Voy bala. Ketyapman. 1 soatlik yo'l ekan. 1 soat o'rin chesting uchun 1 soat vaqt ajratolmaysan 1 soat. Qanday men borishim bu u yoqqa qolishim bu jalab 2-3 kunim o'tib ketadi. Ab yoqda men ishlarim qolib ketyapti. 2-3 kun ichida 1 soat 5 minut urishamas ham bilan jalab. 5 minut amin desam, o'yinga bo'lmaydi. Gaplashib beraman jinni bilan. Sartarosh. Voy jalab, hayotda bilasiz. Bola. Ha, gapir jalab. 05 baklashga suka gapir. Bunday qilib o'tiruvdim, pismayib olib jalab. Pismir tovuqqa o'xshaydi. Kalabukka o'xshaysan, onasini. Kalabukka o'xshaysan, amamday dumaloq bo'ladi-ku multfilm nimadagi. Bilad, etikiga, mushukdagi shunaqaga o'xshaysan jalab. Shunaqa gapirolmadim. Nimaga hayotda pismayib o'tiribsan shunaqa bo'lsa? Nimaga hech hayotda gapirolmaysan? Yo'q, qanday men prosta tak bo'qqorim degansan, kanalingga kim nimalar deb yotibsan? Nima sababdan? Nimaga hayotda shunaqa gapirolmading? Sendan so'rayapman men, chestingga nimaga g'ururingga qo'tag'im? Hayotda ham men senga o'shanga hayotda ham hazillashib turganding, to'g'rimi? Sen to'g'ri tushunganding. Lekin hazillashib pismayib o'tirding-ku, menga kelsa hazillashasan meni mayli. Skamaman o'zi buni. Bilach, asabim Menga qara, g'ururingga qo'tag'im. Gap kam qiling tamom, ko'rishing bo'ldi. Mana shu gap kam qilib ko'rish kerak tamom. Bilab, bu yiban uchun yana 2-3 kunim ketadi. Shikaman jalab. Nimaga siz ko'rishasiz? Urishib boshlasiz, u keladi. Shikaman jalab. U Kemiyman deyapti bu, kemiyman deyapti. Duxda bo'lmasa, biznes dux. O'rtayu, Tamam. Toshkentda o'tib sakrasam aka, Buxoroga borsam. O'rtayu, Toshkent g'ururing bormi, sal o'tganmiz, ha? Gapirib bajarmaslik dux bo'ladi. Yo'q, Toshkentga keldi, men Anjoliman dedi, Toshkentga urishamiz. Men 2-3 kunim o'tib ketadi, dema shunaqa narsaga. Qanday hech kimi yo'q, qanday hech Erkakmisan, ha? Erkakmisan, men hech kimim yo'q, Toshkentim bor ekan Toshkentda. Bilach. Menga sizga o'zim boraman. Telefon ko'tarib bormayman. Shunday hech kim ko'rmasa urishamiz, shuni o'ligingni rasmga olamiz, kelamiz, bo'ldi. O'ligimni rasmga olarga. Qo'rin jalabsan, sen aqling yetyaptimi o'zi men urishga? Qanday? Yo'q, qanday sen aqling yetyapti men urishga jalab? Qanday aqlim yetmasin ku senda bir 25 kilo. Yo'q, yetishkilashdi. 25 kilo? Ururingasiga shuna kelasanmi yo'qmi? Boraman naxuy. Boraman. O'lguncha urishamiz bo'ladimi naxuy? Qo'ya gapingda qachon kelasan? O'lguncha urishamiz. Erkakmisan o'lguncha urishamiz. Qo'ymayga. Qo'ymayga tushunsan, o'ldiraman seni. Qachon kelasan? Duh. Boramiz naxuy. Boramiz. Boraman naxuy. Bu sira sen bilan gaplashim, erlaringga ayt naxuy. Chotingni 2 ga ayirib kelaman, ishon. Gaplashyapman. Voy, men 25 kilo jalab. Qachon kelasan shuni ayt, naxuy gapini qachon kelasan? Shu haftada borsam bo'ladimi? Ertaga boraman naxuy. Ertaga boraman. Biletto boraman naxuy. Bu sinamiga sikay. Ertaga bo'lmasa, kanalingga men amman deb yozib qo'ysan, bo'ldimi? Men boraman naxuy. Agar borib amini chiqaradigan bo'lsam-chi? Kanalingga nima deb qo'yasan? Tag'imi junini olasan sen. Shu bo'ldi bu. Adminlar kanalingga o'zim video joylashtiraman naxuy. Javohir o'ldi deb suka. Tag'imi joylashtir, kanalimga jinni bilan tag'imga joylashtir videoni. Alba yo'q. Bo'ldi, tamam. Meni miyamni qo'rqma, Lichkeyn bormanda. Lichkeynni tasha naxuy. Day, bo'l. Menga skillishkami? Bo'mja oxirgi sen Lichkam chiqadi. Sikaman, tushundingmi, naturi? Senga oxirgi gapim, agar hozir men chiqib ketganimdan keyin gapirib kelsang, ko'tingga chiqishingday qilaman o'ziqqandan gapirsin, tushundingmi? Maymun jalab. Men senga yozib qo'ydim, suka bila. Bo'ldi, tamam. Bu chesdan ketma. Menga qara. Po'q qo'rinsan, nima ish olmaysan? Po'q qo'rinsan, chesda po'q qo'rin. Qani men senga ballo. Chesdan ketdimi? Ballo, hurmatli bir. Chesdan ketdimi? Ha? Chesdan ketyaptimi? Yo'q, chesdan ketgan. Ha, gapir.
aytma, men sikaman seni. Gapir. Oldinda evlaringga qo'shib sikaman, aralashmas sen bilan erkak aytsam o'zingga ishonishni o'rgangin. Fу, блядь, pizdes. Nima qil? Samolyotni ko'rchi. Давай, pashol nahvoy, men sen bilan keyin gaplashaman. Din nahvoy. Ey, gapni ko'paytirma, bu sikaman. To'pingga qo'ttam. Din nahvoy. Qottoq suka. Biletni ko'rchi, nahvoy. Pizdes asabimga o'ynadi, gandon. Harromi.